Upwork'dagi eng muhim narsalardan bittasi bu mijozlarni to'g'ri filtr qilib olish. Va bu videoda biz aynan 3 ta top red flag mijozlar haqida gapiramiz. Va 3-chisini sizdan ChatGPT'dan o'qigan, na bir boshqa Upwork ekspert bu haqida gapirgan. O'zi mijozlarni filtr qilish nima uchun muhim? Birinchisi bu cho'ntagingizga foyda. Kamroq connect ketadi va siz ko'proq ishga apply qila olasiz. Ikkinchisi bu burnout. Ko'p kishi 10 ta ishga topshirdi, 20 ta ishga topshirdi, lekin javob olmagandan keyin, hech qaysi mijozdan javob olmagandan keyin ular Upwork'ni qanaqadir skam joy deb o'ylab yoki Upwork'dan ish topib bo'lmaydi, ish kam yoki raqobat katta deb chiqib ketishadi. Va shunaqa bo'lmasligi uchun biza mijozlarni bitta-bitta filtr qilib, keyin apply qilishimiz kerak. Va bu videoda biz aynan qanaqa mijozlarga, 3 ta o'sha top red flag mijozlarga topshirmasligimiz haqida gapiramiz. Birinchi type mijozlar bular skamerlar va spamerlar. Skamerlar sizni plyus olmoqchi bo'lsa, kошелёкingizga dostуп bo'lmoqchi yoki shunchaki viza kartasingizga dostуп bo'lmoqchi yoki qanaqadir boshqa joyga dostуп bo'lib plyusni o'g'irlamoqchi. Spamerlar esa sizni qanaqadir ideyalaringizni olmoqchi, proyektni qo'ydi, shu proyektni qanaqa realizovat qilish uchun ideya olmoqchi sizdan. Yoki o'sha proyekt qanaqadir mijozdan proyekt olgan, o'shanga narx chiqarib olmoqchi yoki boshqa kishidan hali proyektni olmasdan turib, o'sha proyektni sizga bermoqchi bo'ladi, O'rtada unaqa resellerlik qilmoqchi bo'ladi, sotuvchilik qilmoqchi bo'ladi. Boshqa kishidan olib, sotuvchilik qilmoqchi bo'ladi. Okay. Umuman olganda, ularni har kuni uchratamiz. Men bu videoni tahlashimdan oldin kecha Upwork'ga yarim soat kirib, o'shalarni qidirsam agar, уже bitta example topdim. Masalan, men bu yerda qarasak agar, Telegram developer for building exchange apps degan va oddiy description, lekin bitta narsaga e'tibor beramiz. Okay, puli ham o'zi kriptoga bog'liq narsalarga puli ham mana shunaqa katta bo'ladi. Va bu skamerligi qayerdan ma'lum? Skamer yoki spamer farqi yo'q. Bir-biriga o'xshash bo'ladi. Payment verified bo'lsin, hot phone number bo'lsin, ular ish qo'yadi, lekin bir kishini ham ishga olmaydi. Mana shunaqa 7 kishi, 10 kishi, 20 kishi va bir gala kishiga invite yuboradi, ularga hech kim qaytib yozmaydi ham. Chunki spamer yoki skamerligi shu yoqdan ma'lum. Faqat Upwork'ga yangi kirganlar bularga yozib vaqtini, pulini yo'qotib o'tiradi. Bunaqa mijozlardan uzoqroq bo'lish kerak va plyusni tejaydi va burnoutga olib kelmaydi. Ikkinchi red flag mijozlar SaaS dreamerlar yoki Google'ni $5 ga yozdirib olmoqchi. Yoki video montajchi bo'lsangiz agar, Gollivud'dagi kinolar bor-ku 1 soatlik. Shu kinolarni $50 ga sizga montaj qildirib olmoqchi. Iloji boricha bu mijozlardan uzoqroq turish shart va zarur. Agar uzoqroq turmasangiz nima bo'ladi? Birinchisi sizga yomon odzov qo'yadi, ikkinchisi bu plyusni minimalni to'lashadi, $1000 ishingizga $5 to'lashi mumkin. Yoki yana freelansga mehringizni yo'qotadi, Bo'ldi, men freelansdan uzoqlashaman, freelansda hamma joy musor degan fikr paydo bo'ladi. O'zimda, tanishlarimda yoki do'stlarimda ham bo'lgan voqea, mijozlar keladi, ishini qilasiz, oxirida u norozi sizdan va o'zi to'layotgan puli bir arzimaydi-da va oxirida yana odzivni ham yomon qo'yib ketadi. Bitta men tanishimda ko'rib qoldim yaqinda Upwork'da. 1 oycha ishlagan, bitta dastur yaratgan, boshqa narsa qilgan, 1 oycha ishlatgan va necha pul bergan deb o'ylaysiz? $100 pul bergan. Endi u bilmagan menimcha boshida. Okay, 1 haftalik, 4 kunlik, 5 kunlik ish deb o'ylagan. Lekin o'shanga qaramasdan u ishlayvergan, ular unga david qilavergan. Sen buni to'g'ri qilolmayapsan, uni to'g'ri qilolmayapsan deb david qilavergan va oxirida ish tugadiki, pulini oldi, o'sha $100 ni oldi, lekin mijoz yomon odziv qo'ydi Upwork'ga va har bitta yomon odziv sizga qanaqadir o'zingizga ham, Upwork profilingizga ham qobiliyatingizni yoki ishlash xohishingizni, Upwork'dagi topga chiqishingizni hammasini so'ndiradi. Shu uchun bu mijozlardan uzoqroq yurish kerak. U mijozlar qanaqa bo'ladi? U mijozlarni ham topish juda qiyin emas. Juda ham ko'p ular Upwork'da. O'zi Upwork'da ko'p mijozlar shunaqa. Junior middle'ni qidiryapman deydi. Va ularni qo'ygan descriptionni bu uzundan uzun, ketaverasiz, pastga tushib ketaverasiz. Va ular to'laydigan pul bu soatiga $5, $2 borku, Upwork o'zi eng arzon joy bo'lsa ham, bu arzon Yevropa yoki Amerika uchun, O'zbekiston uchun emas, Lekin $5 dash bu O'zbekiston uchun ham arzon-da. Va bular so'raydigan narsa seniorniki, team leadniki, lekin bular qidirayotgan odam bu junior. Bular junior deb o'sha C
seniorni nima qiladi? Nazarga tutadi. O'sha birorta senior o'lib turgan bo'lsa-yu, menga shuni arzon qilib bersa deydi. Bular bilan ishlab baraka topmaysiz. Bulardan iloji boricha uzoq yurish kerak. Undan ko'ra bir bepulga kimgadir ishlab berish kerak borku, o'sha ham agar norozi bo'lmasa sizga, ha? Bularga ishlagandan ko'ra. Yoki bulardan ham bitta narsasi bor. Qanaqadir absurd savollarni ham so'raydi. Qarang, how old were you when you earned your first money? Okay, hey, bu nima, san dasturchi qidiryapsanmi yoki qanaqadir kimni qidiryapsan? Bu savollarni qarang. Bunaqa ishlarga o'zi hech kim yozmaydi ham borku, bulardan uzoqroq yuradi hamma. Yoki yozgan bo'lsa ham qarang, $20 so'ragan kimdir $8, kimdir $3 даже so'ragan. Indiyaliklar bo'lsa kerak. Maslahatim, bunaqa mijozlardan ham uzoq yuring. 3-turdagi red flag mijozlar. Bu mijozlar, bular bilan hammasi normal. Bular idealniy klientga o'xshaydi. Yaxshi, вроде бы нормальный summa to'lashyapti. Descriptionlar normalniy. Hammasi yaxshi bu mijozlar bilan. Lekin bitta muammo bor. Bular sizni hech qachon ishga olmaydi. Bular kim? Bunaqa mijozlar, bularni feedback farm desak ham bo'ladi. Indiya, Pokiston, shunaqa o'xshagan davlatlarda bular juda ham rivojlangan. Lekin bu mijozlar Indiya yoki Pokistondan emas. Bular yoki Amerikadan bo'ladi, yoki Avstraliyadan, yoki qanaqadir Yevropaning davlatidan, ha? Ular ishni qo'yishadi va u ishga bir kishi topshiradi, o'sha odamni ishga olishadi va ish yopildi. Hech qachon sizni ishga olmaydi. Bularni to'g'ridan-to'g'ri sizga zarari yo'q, lekin bilmasdan kanak yuborib qo'ysangiz, kanak yo'qotib qo'ysangiz agar bo'ldi. Kanaksiz ketdi yoki okey, 10 ta shunaqa ishga topshirib qo'ysangiz, naxos, ha? Bittasi ham yozmadi menga ya deysiz. Okey. Bular shunaqa odamlarki, bitta kompaniya ochib olgan, ha, kompaniyaga o'xshagan nimadir ochib olgan, qanaqadir qilib reklama qiladi Indiyaga, Pokistonga va o'shalarga odziv olib beradi. Bulardan даже pro freelancerlar ham odziv oladi. Ishlab yurgan freelancerlar ham, yangilar ham. Lekin bularning mijozlari в основном indiyalik yoki pokistonliklar. Va bitta narsani aytaman, bunaqalardan iloji boricha uzoq yuring. Hech qachon odzivingizni mana shunaqalarga o'xshagan fake qilib olmang. Upworkda shuni ham ish topib bo'ladi. Upwork bu boshqa platformalar emas. Ha, bu yoqda o'zini mijozni topib olsangiz bo'ladi. Faqat nima qilishingiz mumkin? Realni mijozni olib kirishingiz mumkin Upworkka, ha? O'shandagina siz akkauntingizni yo'qotmasligingiz mumkin. Agar shularni shunaqa ish qilayotganini bilsa agar, men o'ylayman, mana shu hamma bergan odziv bergan freelancerlar ham, bu klientlar ham hammasi yo'qolib ketishi mumkin. Upworkdan ban olishi mumkin. Upwork bunaqa narsalarni tolerate deymiz, qilib o'tirmaydi. Shunchaki tepib yuboradi ko'tidan. Okey, bunaqa ishlarni ham topish juda ham qiyin emas. Kecha qo'yilgan post, qarang, Node.js experience qanaqadir dasturchi qidiryapti va oddiygina description yozgan. Descriptionidan tushunsak bo'ladiki, bu xuddi kimnidir full time ga qidiryapti. Lekin to'laydigan puli $50, ha? Expert qidiryapti full time, ha? Bu yoqda bitta mijoz zakaz qilgan, men degan Node.js ga ishlayman va mana shunaqa description bo'lsin, mana shunaqa title bo'lsin degan. Men ishga topshiraman, ishni olaman. Lekin qarang, вроде бы bu yoq ham normalniy va client about clientni qarasak ham bu ham normalniy. Hech qanaqa muammo yo'q bu yoqda ham. Ha? Normalniy odamlar bilan ishlagan, ha? Necha yildan beri ishlayapti. Normalniy summa yo'qotgan $31,000. Birgalar ishlanib olgan va high rate ham zo'r. Lekin bitta muammo bor. Buncha odamni ishga olganda, menimcha har bittasiga $50, $20, $30 tushadi. $100 tushmasa kerak borku. Okey, $100 tushgan bo'lsa ham yoki $200 tushgan bo'lsa ham yoki ba'zilar ko'proq tushgan bo'lsa ham kim bu beradigan hamma ishlar $500 pastgami, значит, ha? $500 ga chiqmasdan ishlaydimi hammasi yoki $300 ga chiqmasdanmi любой bitta beradigan ishi? Shuncha odamni olgan bo'lsa agar yoki faqat $10 ga $5 ga ishchi oladimi? Yo'q, qanday bunday bo'lishi mumkin? Va bitta odamni hire qilgan, qarang, bunaqa idealniy ishlarga sразу ko'p kishi topshiradi. Ha, вроде бы idealniy klient, lekin hech kim topshirmagan bunaqa ishga ham даже. Hech kim interes ham ko'rsatmagan. Chunki ko'p kishi уже allaqachon bularni biladi, ha, experience Upworkchilar buni biladi. Va любой bitta nimasiga kiramiz. Kelinglar, mana shu indiyalik, ana Sedaymi, kimga kiramiz? Saidmi? Siyed, qanaqadir. Said bo'lsa kerak-da. Kirib ko'ramiz. Pokistondan bu. Okey, boshida aytib o'tganimday, eski mijozlar bo'lishi mumkin, lekin Upworkda shunaqa narsa bor.
har bitta kichkinami, kattami qanaqadir ish olganingizdan keyin sizni profilingiz topga chiqadi. Algoritm sizni profilingizni topga olib chiqadi va bir nechta invite'lar olasiz yoki ishlarga topshirsangiz agar siz bit qilmasdan turib sizni profilingiz yoki siz yozgan cover letter tepada turadi, ha? 4 kishiniki bit qilgan va 5-chiniki siz bo'lishi mumkin. 6-chi siz bo'lishingiz mumkin. Chunki siz yaqinda Upwork'dan ish olib, ishni qilib bajarib berdingiz. Yoki shunchaki mijozlar ish qidirayotgan vaqti siz ularga ko'rinasiz srazu. Va nima uchun bular buni qilmasligi kerak, ha? Pokistonliklar juda ko'p qiladi bu ishni, даже Indiyadan ham ko'p. Masalan, har bittasiga kirib ko'rishimiz mumkin. O'zingiz ham bu ishlarni qo'yaman, o'zingiz ham bemalol bularni kirib ko'ring. Va maslahatim, bu ishlarni o'rganing, qanaqa bo'lishi mumkin, ha? Mana yangi ishchi, yangi available now, rising talent, ha? Srazu farm qilib ketyapti. Balkim bu hammasini sotib olgan, ha? $200 ishlagan bo'lsa, hammasini balkim sotib olgan. Masalan, bir $500 yo'qotib va shunaqa qilib karyerasini boshlab ketadi. To'g'ri, bunaqa qilsangiz karyerangiz tezroq boshlanishi mumkin, lekin banam olishingiz mumkin. Shu uchun bunaqa ishlardan maslahatim uzoqroq turing va bunaqa ishlarga apply ham qilmang. Ha? Bunaqa ishlarni qilmang ham, apply ham qilmang. Agar realniy klient bo'lsa, olib kiring. Ayting, "Okay, man bu yerda $10 ga bitta kontrakt qilaylik." Va qolgan ishni men nimadan qilib beraveraman senga. Primoydan olib nima qilib kiraveramiz. Prosta menga yaxshi odzev yoki senga yaxshi odzev ertaga ish topishing mumkin Upwork'dan deb qilishingiz mumkin. Va Upwork'da shunaqa funksiyonal bor. Agar mijozni o'zingiz olib kirsangiz agar sizdan hech qanaqa prosent olmaydi. Даже o'sha mijozni polni pulini через Upwork olsangiz ham bo'ladi. Bitta muammo bor, faqat uni chiqarib olish. Bitta muammo bo'lishi mumkin. Lekin Upwork'ni ertaga yaxshiroq ish topishingizga yordam beradi. Men shu bitta qilgan ishingiz. Men haligacha xud 20 minglik proyekt bo'lsa ham, okey, Upwork'da turaveradi. O'sha 20%ni olaversin. Zato menga ko'proq mijozlarni beradi. Okey. Maslahatim shu, agar sizga yana ko'proq bu haqida bilmoqchi bo'lsangiz agar, menda free community bor, paid community bor. Videoni tagida qoldirib ketaman, o'shalarga qo'shiling va kelasi videoda men qanday mijozlarga topshirish kerakligi haqida gapiraman. Rahmat, sog' bo'ling.